Assalomualaikum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube kanalimiz a'zolari, mana ko'rib shu bioreaktorlarimiz, bu yangi qilgan bioreaktorlarimiz mana bular orasi 3,5-4 metrda. Katta yuk mashinasi kirib chiqaradi. Hozir 6 kvadrat o'lchamga zakasimiz bordir. Shu jarayonni sizlarga ham bilashkim keldi. Hozir o'lchamlarimiz zichligi qanaqa deganlarga. Endi mana bioreaktor haqida gapirib o'tdi. Mana bioreaktorlarimiz mana bu yerlar 3,5 4 gacha. Mana bunga yuk mashina oxirigacha borib to'kib kelaveradi. To'ldirib kelaveradi. Bularga cho'lchak tashlaymiz va tashlangan bular biznikilarga. Keyin mana oshxona chiqindilari deymiz, piyoz po'cha deymiz, kartoshka po'cha hammasini cho'lchak yuraveradi. Hozir akasimiz bordi. Hozir cho'lchaklarimizni zichligini ham sizlarga ham ulashkim kelyapti hozir. Qani cho'lchaklar zichligini ham ko'rsatib qo'ychi. Shu mana video o'tirib ketdi. Aşağı holatda cho'lchak zichligi ham. Endi bu tarafdan nima bo'larchi? Mana bu reaktorga ko'payish bo'ladi. Bu yangi oziqa solingan. Yangi oziqada cho'lchaklarimiz ishlashini ham hozir ko'ramiz. Cho'lchakni tepkilamay yurini. Bu tarafga mana anchagina o'tibdi. Cho'lchaklarimiz mana shunaqa zichlikda qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar. Mana bioreaktorlar birinchi mana bu tayyorlangan, bu tayyor begomsan bu bo'lgan, o'lcham so'raganlarga shu yerdan chiqaryapmiz. Bu taraflar va ikkinchisi keyin qilingan, ikkita yangiroq. Mana shu har bitta qatordan mana kichkina qatordan o'zi 40 tonna mo'ljallaganmiz, mana kattalaridan 60 tonnagacha begomimiz chiqadi. Mana shu yerdan ham 40 60 100 200 tonnaga yaqin begomimiz chiqsa bo'ladi. Hozir bundan keyin yana bir qator solamiz. Cho'lchakga yeb bo'lgandan keyin sholatda chiqarib beramiz. Cho'lchak kerak, begomimiz kerak deganlarga murojaat qilsa chiqarib beramiz. Bu tarafdagi haqiqiy bioreaktorlardan oldin ishlagan, bu yerda ham bo'lyapti. Elash jarayoni ham ketyapti, hammasi ketyapti.